Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan va hamma so'ragan WordPress haqida bo'lib o'tadi. Bugun birinchi darsimizda biz WordPress o'zi nima, qayerlarda ishlata olamiz va qanday maqsadda va qanday afzalliklari bor. Ushbu ma'lumotlarga bugun batafsil ega bo'lamiz. WordPress kursini boshlashdan avval biz sizlar bilan CMS haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. CMS o'zi nima? Bu Content Management System, ya'ni kontentlarni boshqarish tizimi hisoblanadi. Eng mashhur CMSlardan biri bu WordPress platformasi hisoblanadi. Bularga qo'shimcha qilib Joomla, Drupal, Shopify va tildalarni misol qilishimiz mumkin. Sizlar bilan biz WordPress haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va undan qanday foydalanish va qayerlarda ishlatish mumkinligini ko'rib chiqamiz. WordPressda asoslari va tanishtiruv darsi bo'ladi bugungi darsimiz. WordPress o'zi nima? WordPress bu bepul ochiq manba kodiga ega kontent boshqaruv tizimi hisoblanadi. Ya'ni open source, ochiq manba hisoblanadi. U orqali biz veb-sayt, ya'ni blog, internet do'kon va boshqa saytlarni yaratishimiz mumkin va buni osongina qila olamiz. WordPressda ishlash uchun bizga hech qanday dasturlash tili talab qilinmaydi va no code, ya'ni kod yozmasdan ham biz o'zimiz va mijoz uchun saytlarni qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. WordPressdan foydalanish sohalari. Biz qayerlarda va qaysi sohalarda WordPressdan foydalanishimiz mumkin? Shaxsiy blog yaratganimizda, biznes sahifa yoki yangiliklar sayti yoki onlayn do'konlar, ya'ni e-commerce yordamida, kurs va ta'lim platformalari, LMS platformalarini nazarda tutyapmiz. Portfolio va xizmat sahifalari uchun bemalol biz WordPressdan foydalangan holatda o'zimiz yoki mijozlar uchun ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Internetdan biz ko'rishimiz mumkin WordPress.org va WordPress.com saytlari mavjud. Ushbu saytlarning bir-biridan farqi nimada? WordPress.comga keladigan bo'lsak, ushbu sayt orqali biz ro'yxatdan o'tganimizdan keyin sayt, ya'ni o'z xizmatlarini taklif etadi. Ya'ni bu yerda bor tayyor shablonlar pulli hisoblanadi va ular o'zlarining xizmatlarini bizga taklif qilgan holatda ulardan pulini to'lab, ya'ni registratsiyadan o'tganimizdan keyin o'zlarining summasini to'lagan holatda biz ulardan foydalanib saytlarni yaratishimiz mumkin. Kamchilik taraflari bular hosting, ya'ni saytimiz bularning o'zlarining hostingida turadi va domenni xuddi shu yerdan olishga to'g'ri keladi. Ya'ni biz imkoniyatlarimiz bu yerda cheklangan hisoblanadi. WordPress.org ga keladigan bo'lsak, biz bu yerdan WordPressni oxirgi versiyasini olgan holatda biz o'zimiz xohlagan hostingga, ya'ni misol tariqasida aytishimiz mumkin, O'zbekistonda Eskiz, Ahost va shular qatoridan Regru bulardan hosting sotib olib, u yerga joylashtirib, o'zimiz uchun cheklanmagan imkoniyatdan foydalangan holatda saytlarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Endi WordPress nimaga aynan WordPress? Boya aytib o'tganimizdek, WordPressda hech qanday boshlang'ich bilim, ya'ni boshlang'ich WordPressni o'rganishimiz uchun hech qanday kodni yoki hech qanday dasturlash tilini bilish shart emas. Bu aynan yangi o'rganuvchilar uchun juda qulay, yoki o'zini bizneslarini endi boshlagan do'stlarimiz uchun yoki boshlamoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun juda ham qulay hisoblanadi. Nimaga aynan WordPress? Bepul va ochiq manba hisoblanadi. Oson interfeys, ya'ni biz kirib o'zimiz uchun kerakli bo'lgan funksiyalar, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ishlarni bemalol tanlab, ya'ni funksiyani tanlab saytga qo'shishimiz mumkin. Plugin va tema mavzusi. Pluginlar bu nima? Ular ma'lum bir vazifani, ya'ni ma'lum bir vazifani kod yordamida o'sha boshqarish imkonini beruvchi, ya'ni to'plam, ya'ni kodlar to'plami desak ham bo'ladi. Ushbu pluginlarni ham ikki xil, ya'ni pulli va bepul versiyalari mavjud. Bepul versiyalarni ham ishlatgan holatda biz o'zimiz uchun kerakli funksiyalarni, ya'ni kerakli ishlarni qilishimiz mumkin. SEO uchun qulay. SEO o'zi nima? SEO bu siz bilan biz bilgan, ya'ni Kunuz, Daryo, shunga o'xshash saytlarni Google va Yandex platformalarida qidiruv qilganimizda ular kelib chiqadi. Ya'ni qidiruv tizimi hisoblanadi. SEO tizimi. SEO bu qidiruv tizimi hisoblanadi.
biz yaratgansiz va biz yaratgan saytlarni ham bemalol WordPress'da yaratgan saytlarimizni SEO qilishimiz mumkin. WordPress SEO bilan juda yaxshi kelishadi. Juda yaxshi o'rtoq desak ham bo'ladi. Yaxshi kelishib, saytlarni qidiruv tizimida bemalol tepaga, ya'ni topga olib chiqishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p. Keyingisi yordam va hamjamiyat. Bu degani ya'ni internet tarmoqlarida WordPress bo'yicha video qo'llanmalar juda ham ko'p va ma'lumotlar yetarlicha. O'zimiz uchun bemalol foydalanishimiz mumkin. Xo'p. Keyingi darsimizda WordPressni qanday o'rnatish va nimalar borligini ko'rib chiqamiz.